Yo, hammaga salom. Sizlar bilan S-Forces bo'lmoqda. Bugun men Imperiyam bilan sayohatga chiqdim. Albatta videomiz qiziq bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Unda biz boshladik. Let's go. Men hozir otimga o'tiraman, u ketaman. Askarlar ham orqamdan yetib borishadi. Ortimdan ketdik askarlar. Bu piramidani biroz oldin kashf qilgandim. Tentaga tushib ketdim bexosdan. Men emas, askarlar shu bilan u yer portlab ketdi. Bu oq narsa nima ekan? Qushloq ham bor ekan. Lekin menga mana bu oq narsa juda ham qiziq. Sal qoldi lavaga tushib ketishimga. Barakalloh otim. O'ldimi? Bu yerda qishloq bor ekan. Aynan bizga keraklisi bizning sayohatimizda qishloq topish va imperiyamizga qo'shib qo'yish edi. Juda ham zo'r. Bu oq narsa nima ekan? Nezirdagi suyaklarmi? Men avval bilmasdim. Bu cho'lli hududda bu narsa paydo bo'lishini kim bilardi? Kommentariyga yozib keting. To'g'risi men buni qurganim yo'q. Kreativda bu o'zi shu yerda paydo bo'lgan. Bizga kerakmikan? Mening baribir kirkam yo'q. Ha, mayli. Shunchaki muzey qilib tashlab ketaveramiz. Baribir mana bu qishloq bizniki, u yonimizda bo'ladi. Bugundan bu qishloq bizniki bo'ladi. Qani bu yerning golemi? Abjag'ini chiqaramiz. Otdan tushaman. Kimda-kim mening imperiyamga qo'shilishni xohlamasa, uni o'zim o'ldiraman. Xohlaysanmi? Xohlaydi o'xshaydi. Men oldimga keldi-yu. Yana nima bo'lar? Golemni chaqirib kelmoqchiman. Golemni chaqirasanmi, boshqasini chaqirasanmi, men ishim yo'q. Chaqirchi. Qani yo'q-ku bu yerda golem. Golem yo'q, qishloq ekan. Ya bu yoqda bormikan? Lekin juda ham katta qishloq ekan. Askarlar, ortimdan bu yerning golemini golem qilib olamiz. Agarda bu yerda golem bo'lsa agar. Bu yerda golem to'g'ri, so'lem ham yo'q ekan. Men bu yerni 3 soat qarab chiqdim. Lekin bu yerda golem so'lem yo'q ekan. Bu qishloq endi bizniki. Ha, 100% bizniki. Mana shu ustiga chiqa olay, o'zi bitta edi. Yellanat. O'xshamadimi? Men bilib bag bo'ldim. Xo'sh, kim tarafdor emas mening qishlog'imga, ya'ni mening imperiyamga kirmoqchi bo'lmasa, oldimga kelsin. Kim keladi oldimga? Hech kimmi? Sen kelasanmi? Demak, askarlar buni o'ldiring. Tamam. Yana kim qo'shilmoqchi emas mening imperiyamga? Oldimga kelsin. Ya, bu o'tib ketyapti, buni o'ldirmaymiz. Demak, hamma imperiyamizga kirishga tayyor bo'lsa, meni esimda bo'lsa, bu yerlarda sandiq bo'lardi, sandiqda esa bayroq. Bizga aynan o'sha bayroq kerak. Qidiraylikchi, bu yerda bayroq bormi ekan? Bu yerlarda sandiq bo'lishi kerak edi. Lekin bu yerda sandiq yo'q. Bana bittasi bor ekan. Ichida kartus va non. O'zimda ham non bor edi-ku ya. Hozirroq pul bilan hamma mayli. Tutsam o'laman ha. Yallanati. Suvga emas, nariga chiqman. Jon to'plash kerak. Mana qarni to'ydirdik, endi jon to'lsin. Shungacha qishloq qaraymiz, mana bu yerni yopib ham qo'yish kerak. Zombi pombi spam bo'lib yotibdi bu yerda. Yanadan beri. Birozdan beri bu yerda degan ovozlar bor. Men oddiy bu yerni olib kelgan toshlarim bilan bu yerni yopib qo'yaman. Bu yer mening imperiyamga juda ham katta xavf soladi. Nariyaqasi oddiy o'tarlik, bu yer sal emas. Biz nima qilayotgandik? Ha, biz bayroq qidirayotgan edik.
Bayroq qidiramiz. Bu yerda yo'q. La'nati jinnlarga bayroqni qayerdan topamiz? Bu yerda o'qchining xonasi ekan. Askarlarga qaranglar. Teleport qilyapti. Demak, biz mana bu kichik uylarni ko'rmadik. Sizda bo'lsa bo'lardi axir bu yerda. Bayroqlar, yashil bayroq. Hozircha bu yerning imperiyasi bor degan holda yashil bayroq qo'yib qo'yardik. Yana non, bu bizga juda ham kerak. Askarlarning haqqini. Videomiz yoqsa like bosing. Bu imperiyamizning yana bir nuqtasi deb e'lon qilaman. Bu yerga spawn deb qo'yib ketay. Yo'qotib qo'ymang. 1 2 bo'ldi. Meni otim qayerga ketdi? Ana, biz boshqa yerlarni ham kashf etamiz. Bu endi bizning imperiyamizga kiradi. Askarlar, ketdik. Boshqa yerlarni ham ko'zdan kechiramiz. Bu cho'lni ko'zdan kechirish zarur. Yallanadi. Bu yerda suv bor ekan. Bu yerni aylanib o'tamiz. İki saat yursak ham bu suvning oxirini topolmasak kerak a. Yoki shu yerda to'xtarmikan? Yallanadi. Buning suvning oxiri qayerda ekan? Bu yer bir kattagina bir qala desak ham bo'ladi. Bu yer suv bilan o'ralgan. Men otimdan tushib ketmasmanmi ekan? Suvga qarshi kelsak, qani sakraymiz. Chichvadik. Yo'q aka. Chiqa. Chiq, urib chiqaramiz shekilli. Chiq. Bo'ldi. Karotchi. Menga olma beraylik jonim. Endi nerede turlaring, men otimga olma bermoqchiman. Hayır, joni to'g'ri. Tunam bo'ldi. Sizlar like bosing va bu yer tang bo'ladi. Like bosdingizmi? Kimdir like bosdi. Bu yer tongga aylandi. Like bosgan odamga rahmat. Mana bu creeperni o'ldiramiz. Yo'q berdi. Qoch. Aytdim men senga. Bu creeper portladi deb. Sen portlamaydi deding. O'tir bu yerda. Nerede dur? Men otimga olma beryapman. Nerede durlar? Karotchi, mana bu askar uxlab qoldimi? Nima bor? Trollingdan ket. Shuncha yerni zaf etish kerak. Uxlab o'tasan. Bu yerning biyom qaysi deb aytdi? Ishqilib Avstraliyaga o'xshar ekan. Yarim cho'l. Nom esimda yo'q. Yarim cho'l deb nomlaylik. Kommentariyaga yozib keting kim bilsa bu biyomning nomini. Qani tezroq. Olma daraxti o'sishini bilmasdim men bu yerda. Qancha kelgan bo'lsa ham. Lamalar. Biz bu yerda bitta qishloq topgan edik, cho'lda. Bu yerda ham topar ekanmiz. Lekin bu yerda qishloqlar juda ko'p bo'ladi. Botqoqmi? La'nati botqoq kelgan ekan, qo'yib yubordi. Bu yerda yana cho'l. Ishqilib avvalgi qishloqqa yo'l topsak bo'ldi-da. Kommentariyaga yozib keting, Minecraftda biz yana qanday topshiriqlarni bajaraylik. Men albatta o'qib chiqaman va shunga o'xshash seriallarni olaman. Qanday serial olaylik? Kommentariyaga yozib keting. Albatta obuna bo'lgan insonnikini bajaraman. Obuna bo'lmagannikini bajarmayman. Bizni 99% odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. Shuni hech bo'lmasa 90% qilaylik, 9% inson obuna bo'lsin.
Biz yine qishloq qidiramiz, o'ynab chopamiz. Askarlar qani ekan o'zi? Hammang shu yeramisan? 5 ta oddiy askar edi. 5 ta oddiy, 2 ta kamonchi, 2 ta otchi. Hamma bor, ketdik. Bizga qaroqchilar hujum qilishi mumkin. Shuning uchun askarlar bo'lish kerak. Bu baribir imperiya videosi. Imperiyada askarlar bo'ladi. Agarda sizlar menga bu videomda 20 ta like yig'lab bersangiz, yig'ib bersangiz, men albatta Nether bilan jang videosini olaman. Ikkinchi qismini. Qani unda 20 ta like. Let's go. Bu yerdan o'tolmasak kerak. Yellanat. Yani bir de ochiqroq joy bor o'xshaydi. Shu yerga boraylikchi. Tezroq yur. Nariga qarab ketgan ekan. Demak, otimiz o'tishi uchun bizga joy kerak. Ot o'tsin, nima o'tmasa ham. Nerede turlaring? Men suvga tushib bo'gib bo'lay, lekin otimga hech nima bo'lmasin. Nerede tur? Shuning uchun. Bular nerede tur degan gapni tushunmas ekan. Yaxshilikcha tushunib qo'yam, yo'qolib yerdan. Bo'laksa. Selandasini men suvga chiqib ketdim. Bo'gib bo'laman hozir. Yomg'ir ham quyib yubordi. Mana, yetsa kerak. Otim sakrashi uchun. Otim balandda edi. Ha, balandda edi. Lernati. Qani yo'lakchamizga boramiz. Va mana shu yerdan sakraymiz. Chotki bo'ldi. Mana bu yerda zombi ham bor ekan, suvda yuruvchi. Biz u bilan pachaklashib o'tirmaymiz. Bizga yangi qishloqlar zarur imperiyamizga qo'shish uchun. Sizlarga zo'r narsa aytaymi? Sizlar Frostjon nomli YouTube kanalini bilarmidingiz? Frostjon nomli YouTube kanalida har xil juda ham qiziqarli seriallar olinadi. Obuna bo'lib qo'ying. U kanal sizga juda ham yoqishi mumkin. Kommentariyaga men uning silkasini qoldiraman. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. U kanal juda ham zo'r seriallar oladi. Hattoki menikidan ham juda zo'r. La'nati. Aylanib kelaversak ham bo'lar ekan, bu oddiy kichik bir joy ekan. Mana shu yerda o'zimizga joy, ya'ni kichik bir baza quramizmi? Agar mana shu videomizga 20 ta like topib bersangiz, shu yerda baza quramiz. Hammaga ko'rishguncha sizlar bilan S4siz bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib keting. 20 ta likedan so'ng Nether bilan jang videosi va bu yerga yangi baza quramiz videosi. Let's go. Obuna bo'ling.